qaraymiz, navbatdagi savol, ochiq savollarga o'tdik. Ildiz x plus ildiz y 1976 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ikkita variant bor, A bilan B. A da aytgan, tenglama nechta juft yechimga ega degan, tenglama qanoatlantiruvchi barcha x yliklar yig'indisini toping degan. Xo'p, tenglamani ishlashdan oldin buni qiymatini topib olishimiz kerak. Buni qiymatini topsak, shundan chiqadi. G'oya bormi? G'oya yo'q. Xo'p, ketdik. Qaranglar. Mana buni maydalayman. 4 kere 496 desam qaytarib berammi? 496 desam keladimi shu narsa? 494 deylik. Qaranglar. 16 ni 6 bitta dilda 36, 37, 7 3 tami 16 qaytib kelar ekan. Demak, mana bu qiymatni o'zini bu ildiz mana shunga tengda. Ildizdan chiqarib yuborsam 2 chiqadi-ku oldiga. 2 ildiz ostida bu qolib ketadi. To'g'rimi? Shu butun ifodani shu turgan joyida, mana bu o'rinda yozyapman-da. Ifodani ildiz ostida 494 ga bo'lib yuboraman. Hammasini. Ildiz ostida mana bu qiymat nima bo'lib qoladi bizda? Ildiz ostida x taqsim 494 plus ildiz ostida y taqsim 494 tenglik 2 ga. Mana buni A deyman, buni B deyman. Endi qaranglar. Soddalashtirib olyapman. A plus B teng 2 gami? A bilan B ga nima qilaman? Son tanlayman. A ga 0 olsam, B ga 2 bo'ladi. A ga 1 olsam, 1 ga 1 olaman. Qiymat 2 beradi-da. A ga 0 oladigan bo'lsam, B gachi 2 olaman. Bo'ldi mana. Boshqa qiymati yo'q. Endi 0 bilan 2 ni. Xuddi shu qaytib. Mana bu 2 bo'lsa, bu qiymati 0 bo'ladi. Demak, shu narsa 2 yig'inda 2 ni beryaptimi? Bo'ldi. Demak, qaranglar. A ni o'rniga, B ni o'rniga, C ni o'rniga olib borib qo'yamiz. Birinchi safar x taqsim 494 ni A ga tengligim A nechi? 0. X teng nimaga? 0 ga. To'g'rimi? Keyingi safar mana shuni o'zini y taqsim 494 ni nimaga tenglaganman? 2 ga tenglaganman. Y ni javobi 4 da 494 bo'ladi. Chunki kvadratga oshirib yubordim-da. Demak, x ni birinchi qiymati shu, ikkinchi qiymati bu. Tushundingmi? Mana birinchi yechim, ikkinchi yechimga o'taman. 1 bilan 1 da qo'yishim kerakmi? Ketdik. 1 bilan 1 da qo'yaman. Ildiz ostida x taqsim 494 teng 1 ga, x qiymati nimaga teng? 494 ga teng. Y qiymati nimaga teng? Bu ham shunga teng. Y qiymati ham 494 ga teng. Yozmay qo'ya qoldim. Tushunyapsiz? Bir xilda. Uchinchisi. Hop. 2 bilan 0. Ildiz ostida x taqsim 494 midi? 494 ni nimaga tenglayman? 2 ga tenglayman. X teng 4 da 494 bo'ladi. Y qiymati 0 chiqadi. Chunki y 0 da bu yerda. B ni o'rniga 0 qo'yib yuborganman. Endi bu joyga maydalab yozmadik. O'rniga qo'yib chiqsalar shu narsa chiqadi. Xo'p, birinchisidan chiqqan natija 0 bilan 494 va hokazo javob. Ikkinchisida mana bu qiymat, uchinchisida bu qiymat. Nechta juftlik bor? Bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita, mana bu bitta juftlikni beradi. X y qiymati. Bu bitta juftlik, bu bitta juftlik. Endi savolga qaytaman, qaranglar. Tenglama sistemasi nechta butun juftlikka ega? Nechta? 3 ta bo'ladi. Tani yozish shart emas, 3. Tenglamani qanoatlantiruvchi barcha x yliklar yig'indisini toping. Mana bu x yliklar summasini so'rayapti-da. Summasini so'ragan bo'lsa, mana qo'shib qo'yish kerak. 10 ko'paytirilgan. O, malades. 10 ta ko'paytirilgan 494. Demak, 4940. Demak, javobiga 4940 deb yozib qo'yish kerak. Tushundingmi? Yaxshi. Qanaqa savol bor? Savol yo'q. Mana buni maydalab oldim. 494 ildizga bo'lib oldim. A bilan B belgilab oldim, chiqdi. Har bittasini alohida olib borib qo'yib javob topib qo'ydik. Tushundingmi? Yaxshi, yozib oldik.